بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب الثالث، الدرس السابع والعشرون. دروس اللغة العربية شنو قسم كتابنا 27 درس. Endi bugungi darsda savoqdaşlar asosliq muhimroq so'zning mazmun maf'ulul mutlaq. Maf'ulun mutlaq, al-maf'ulul mutlaq yoki. Endi maf'ulul mutlaq degan nima degan savolga kelsak, maf'ulul mutlaq deganimiz tildan keyin so'zlanadigan. Diqqat qilaylik. Chuqum oldida bir pil etish kerak. Shu pildan keyin pilning ma'nosini ta'kidlash yoki pilning sonini bayon qilish, ya'ni shirkat qancha qitim yuz berdi shuni bayon qilish yoki pilning turini bayon qilish, ya'ni pil qanday shaklda, qanday holatda yuz berdi buni bayon qilish uchun so'zlanadigan masdar. Ammo shaqirga vaqtda kallamizda iniq bo'lib kelsin. Maf'ul mutlaq bir masdar. Pildan keyin so'zlanadi. Jumladagi asosli roli birinchisi pilning ma'nosini ta'kidlash. Ikkinchisi pilning sonini bayon qilish. Masalan, qancha qitim yuz berdi, qancha qitim bo'ldi degandek. Uchinchisi pilning turini bayon qilish. Masalan, shirkat qanday shaklda yuz berdi degandek bayon qilish. Bu bir xil shakli maf'ul mutlaqninki. Ikkinchi xil, nayt az vaqtlarda yuz beradigan shakli maf'ul mutlaq o'zi yolg'iz kelib, shu maf'ul mutlaqning pilini so'zlashdan behojat qiladigan pilning rolini o'ynay oladi. Ya'ni pil ifodalagan ma'noni ifodalaydi. Mana bu maf'ul mutlaq. Masalan, misol keltirsak, kallamallohu Musa taklimada takliman degani kallamaning masdari bu yerda maf'ul mutlaq bo'lib, kallama degan filning ma'nosini ta'kidlab keldi. Ikkinchi misol bayotimizda sonini bayon qilishni degan emasmi? Darabanil walad darabat. Meni heliqi bola bir qancha urdi. Urush bir qancha qitim yuz berdi. Ya'ni qitim soni. Yoki bo'lmasa tubi'al kitabu tab'atayn. Kitob 2 qitim besildi. Ya'ni besilish shirkat qancha qitim yuz berdi? 2 qitim. Mush ikki misaldagi darabatin yoki tab'atayn degan mush ikki bo'lak maf'ul mutlaq bo'lak bo'ladi. Uchinchisi yana filning turini bayon qilish uchun kelganning misolini olsak, hafiztul Qur'ana hifzan jayidan. Men Qur'onni yaxshi yodladim. Ya'ni hifzan degani maf'ul mutlaq nima uchun qanday ma'noni ifodalaydi desak, hafiztu ya'ni yodlash degan shirkatninki qanday shaklda, qanday holatda yuz berganligini ifodalash uchun keldi. Ya'ni men Qur'onni yaxshi yodladim. Yoki bo'lmasa qara'a Ahmad ad-darsa qira'ata fahim. Ahmad darsni tushungan odamdek o'qidi desa, shirkatning o'qish degan shirkat qanday holatda yuz berdi shuni bayon qilish uchun keldi. Demak, maf'ul mutlaq degan pildan keyin keladigan shu pilning ma'nosini ta'kidlash yoki sonini bayon qilish yoki turini bayon qilish uchun so'zlanadigan masdar maf'ul mutlaq bo'ladi ekan. Endi ba'zida yuqori degandek pildan keyin so'zlanib kelmay maf'ul mutlaq ya'ni masdar yolg'iz so'zlanib o'zining pilisini ifodalab qiladigan ahvolim bor ekan. Masalan, shuning misoli mahlan deymiz odatda. Aldirtib kelsa mahlan deymiz. To'xtang, aldirmang. Vaqtning aslisi degan gap esa imhal mahlan degan gap. Bu yerda mahlan imhal degan filning ma'nosini o'ynab keldi. Mana bu maf'ul mutlaqninki bayoni. Endi maf'ul mutlaqimiz baya 3 xil maqsad uchun keladi asosliga. Birisi pilning ma'nosini ta'kidlash, ikkinchisi pilning sonini bayon qilish, uchinchisi pilning turini bayon qilish uchun deb 3 xil maqsadni tilga oldi. Endi birinchi xil maqsad, ya'ni pilning ma'nosini ta'kidlash uchun kelgan vaqtda maf'ul mutlaq, ya'ni masdarining shaklida o'zgarish bo'lmaydi. Endi sonini bayon qilish uchun keldi degan vaqtimizda, sonini bayon qilish uchun keldi degan vaqtimizda sulasi mujarraddan bo'lib qolsa, bu fa'latun o'lchami bilan chiqariladi masdar. Masalan, uni bir qitim urdim demoqchi bo'lsam, darabtuhu darban demasdan darabatun deyman. Ya'ni ta'kidlash uchun kelgan vaqtda masdar asli qanday shakl bo'lsa shu paytda chiqaveradi, o'zgarmaydi. Ammo sonni ifodalash uchun kelgan vaqtda bu son sanoqni ifodalaydigan masdarul marra deb qo'yamiz, qitim sonini ifodalaydigan masdar deb sulosi mujarraddan fa'ala o'lchimida chiqadi.
Masalan, darabtuhu darbatan. Jalastu jalsatan degandek bir qitim o'ltirdim. Akaltu aklatan bir qitim yedim degandek ma'noda. Mavsulat mujarratdan chiqadigan fe'lning sonini bayon qilish uchun kelgan maf'ulning shakli, ya'ni maf'ul mutlaqning shakli. Agar sulas mujarratdan boshqa so'p qolsa desa, bu vaqtida odatdagi normal masdarning oxiriga ta'dinlarni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Masalan, men bir qitim takbir aytdim desam, kabbara, kabbartu takbiratan. Asli masdar nima chiqadi? Takbir chiqadi. Mushuning qitimliqini ifodalash uchun oxiriga kichik muannasning ta'sini, qitimni ifodalaydigan ta'birni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Xuddalika mayit namozga vaqtda arba'u takbirat deymizgo. 4 takbir deb shundami? Shu yerda takbirat ta qitimni ifodalaydigan ta. Aniq tushunib olaylik. Masdar fe'lning ma'nosini ta'kidlash uchun kelgan vaqtda o'zgarmaydi. Ammo sonni ifodalamoqchi bo'lsa, bu vaqtda sulasi mujarrad bo'lib qolsa, fa'latun o'lchimida masdar keladi. Sulasi mujarradning g'ayridagi fe'llar bo'lib qolsa, buning masdarining o'z betiga kelib oxiriga kichik ta'mirsa, ya'ni muannasning ta'sirisa qitilsa bo'ladi. Bu sonni ifodalash uchun kelgan maf'ul mutlaqning ahvoli. Endi oxiriga ta qo'shildik. Endi mushu ta'ni qo'shishdan ilgarilam azaldan ta'va masdar bo'lib qolsa, masalan, zada yazidudin masdar ziyadatan chiqadi. Üzlam taba. Endi mushunda bo'lib qolsa, men faqat bir qitim lam oshirib o'tdim degan ifodalamoqchi bo'lsak, zidtu ziyadatan desak, bu yerdagi ta sonni ifodalaydigan ta emas, balki masdarning aslida bor ta. Buni qanday qilamiz desa, oxiriga son sanoqni ifodalaymiz. Masalan, bir qitim demoqchi bo'lsak, zidtu ziyadatan wahidatan deb wahidatanni qo'shamiz. Bu yerdagi ta uning kifoya emas. Men faqat bir qitim lam turdim demoqchi bo'lsak, aqamtu iqamatan wahida deymiz. Iqama oxirida iqamah deb tavamiz, uzun ta'si. Bu ta son sanoqni ifodalashga kifoya emas. Vaqt nima deymiz? Iqamatan wahidan deb oxiriga wahidanni birni qo'shamiz. Tarjamtul kitob, tarjamatan wahida desak, kitobni bir qitim tarjima qildim desak, tarjamaning o'zida tava. Bu ta masdarining ta uzdi bo'lgan tavoga chiqib, biz bu yerda sonni ifodalash uchun cho'qim oxiriga wahidani qo'shmasak bo'lmaydi. Mana bu yuqoridagilar maf'ul mutlaqning sonni bayon qilish uchun kelgan turininki ahvollari. Hamda maf'ul mutlaq biz hay'atni bayon qilish uchun keldik emasmi? Turni bayon qilish, ya'ni hay'at turini bayon qilish uchun keldik. Bu vaqtda qanday bo'ladi desa, bu vaqtda fi'la o'lchimida masdar shakllanadi. Masdar biz bayatın degandek fe'lning ma'nosini ta'kidlash uchun bo'lsa, masdar o'z betiga keladi. Sonni ifodalash uchun bo'lsa, sulas mujarratning fa'la o'lchimida, sulas mujarratning g'ayridan masdarning oxiriga ta qo'sh orqali keladi. Endi hay'at, ya'ni turni bayon qilish uchun kelib qolsa masdar, bu vaqtda fe'lning hay'atini bayon qilishni ifodalaydigan fi'la o'lchimida, fi'latun o'lchimida masdar shakllanadi. Masalan, jalastu jilsatan qari. Men o'quvchining o'ltag'andek o'ltirdim. Jalastu jilsatan talib. Men o'quvchining o'ltag'andek o'ltirdim degan shaklda. Masalan, Qur'oni Karimdan baqo, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya. 'Isha, 'asha ya'ishudan chiqqan masdar bu fi'la o'lchimida chiqqan masdar. Hadisda mi keldi-ku? Fa iza qataltum fa ahsinul qitla. Sizlar o'ltirsanglar chiroyli o'ltiringlar. Ya'ni qitla degani fi'la, chiroyli o'ltirish shaklida o'ltiringlar degan ma'noda. Mana demak, turni, hay'atni bayon qilish uchun biz nima chiqarmoqchi bo'lsak, maf'ul mutlaq chiqarmoqchi bo'lsak, buning ishlatilgan masdar qanday shaklda fi'latun o'lchimida chiqariladi ekan. Endi mavzu sulasi mujarratning gapi, ammo sulasi mujarratning g'ayridan cho'tsa, sulasi mujarratning g'ayridan hay'atni bayon qiladigan, turni bayon qiladigan maf'ul mutlaqlar chiqarilmaydi. Demak, bu qardagi maf'ul mutlaqningki maf'ul mutlaqningki ma'nosini ta'kidlash uchun kelgan, sanni bayon qilish uchun kelgan va turni bayon qilish uchun kelgan taraflariningki ahvoli. Endi biz ba'zi ahvollarda maf'ul mutlaqning o'zi kelmay boshqa xil shaklda maf'ul mutlaq kelganini uchratib qolamiz. Bu qanday ahvol desa, ba'zi vaqtlarda maf'ul mutlaqning o'rniga, maf'ul mutlaqqa masdar kelmay, masdarini ifodalaydigan narsalarmi masdarining o'rnida turib, maf'ul mutlaq bo'lib kelalaydi. Shu vaqtida shu masdarining o'rnida kelgan so'zga biz masdarining nimasini bilamiz, hukmini bilamiz. Ya'ni qaysi hukm zavar o'qiladigan hukmni.
Bunda maf'ul mutlaq deb turib, garchi mastar bo'lmasin. Asli maf'ul mutlaq mastar bo'lish kerak. Ammo ba'zida mastarning rolini o'ynay oladigan bo'laklar mastarning o'rnida maf'ul mutlaq bo'lib keladi. Masalan, qandaq narsa shunday bo'lib qilsa, tövendagidek 8 turlik narsa maf'ul mastarning o'rnida maf'ul mutlaq bo'lib keladi. Birinchisi kul, ba'd, ay qatorliqlar mastarga muzof bo'lib kelib qolsa. Masalan, kul, ba'don, ayyun degan so'zlar mastarga muzof bo'lib kelgan vaqtda mushu so'zlarning o'zi maf'ul mutlaq bo'lib keladi. Keyinidagi muzof bilan bo'lgan mastarning quvvatida. Masalan, misal olsak, akhadhanil mudir ba'dal muakhadha. Mana mudir azroq aybladi. Ba'dal muakhadha. Asli muakhazatan asli bu mastar. Ba'da uning qo'shilib kelish orqali muzof bo'lib kelish orqali ba'da maf'ul mutlaq bo'ldi, muakhaza emas. A'rifuhu kullal ma'rifa. Ma uni to'liq tunima desak, asli a'rifuhu ma'rifatan deb kelish kerak. Ammo o'rinda kul kelish orqali to'liq degan ifodalash uchun kul muzof bo'ldi, ma'rifa muzof bilan bu yerdagi maf'ul mutlaq ma'rifa emas, balki kul. Yana bir misol. Sa'alamul ladina zalamu ayya munqalabin yanqalibun desa, aslisi munqalab mastar bo'lish kerak. Ammo munqalab mastar olmay, ay muzof bo'lg'achqa munqalabning ta'sirida aynin bo'ldi, maf'ul mutlaq bo'ldi. Asli munqalab degan mastar maf'ul mutlaq bo'lish kerak bu o'rinda. Ikkinchisi mastarning o'rnida kelib maf'ul mutlaq bo'la oladigan bo'lakning ikkinchisi mastarning soni. Masalan, mastarga 3 yoki 4 yoki 5 degandek sonlarni qo'shib ekelsak, mushu son maf'ul mutlaqning o'rnida, mastarning o'rnida maf'ul mutlaq bo'la oladi. Masalan, zurtuhu thalathata ziyarat desak, men uni 3 qatim yo'qladim desak, asli ziyaratun deb kelish kerak. Zurtuhu ziyaratun deb ziyorat yoki ziyaratan deb nima kelish kerak? Birlik holatda yoki ko'pni ifodalamoq uchun ziyaratun degandek nima holatda? Ko'plik holatda mastar o'zi kelish kerak. Ammo biz bunga sonni ifodalamoqchi bo'lib sonni qo'shib, masalan 3, 4 degandek sonlarni qo'shib, o'sha son mastarning o'rnida maf'ul mutlaq bo'lib keldi. Mush jumlada salasa maf'ul mutlaq deymiz. Darabtuhu 20 darba. Men uni 20 qatim urdim yoki 20 ni urdim desak, asli darbatan maf'ul mutlaq. Ammo biz 20 ni ifodalamoqchi, 20 degan son qo'shildi, mush son maf'ul mutlaq bo'ladi mush o'rinda. Uchinchi, mastarning o'rnida turib maf'ul mutlaq bo'lib kelalaydigan bo'lakning uchinchisi mastarning sifati. Hamda sifat asli sifatlanguchining keyinda keldi. Ammo bu yerda sifat oldida kelib maf'ul mutlaq bo'ladi. Masalan, sa'atu ahsanal musa'ada. Men uningga eng tayin chiroyli yordam qildim. Asli ahsan sa'atuhu musa'adatan ahsan deb kelish kerak. Ammo ahsan oldida kelib ham buning bo'lib ketdi. Maf'ul mutlaqlik rolini o'ynaydi. Garchi u mastar bo'lmasa-mu. To'rtinchisi mastarining ismi shu mastarning o'rnida turib maf'ul mutlaq bo'la oladi. Endi mastarning ismi degan nima? Desa, mastarning ismi deganimiz o'zi mastar emas. Ammo mastar ifodalagan ma'noni ifodalay oladigan o'zining harflari mastardan oz. Bunda ism mastarning ismi bo'ladi. Masalan, xuddi tawaddaa yatawaddau fi'l. Buning asl mastari tawadduun chiqadi, ya'ni tahorat olmoq degan chiqadi. Endi ba'zi vaqtda wudu deb kelsa-mo tahorat olmoq degan ma'no chiqadi emasmi? Wudu tawadduning ma'nosini ifodalaydigan mastarning ismi bo'ladi. Mastarning ismi bo'ladi. Demak, mushta mastarning ismlari kelib qolsa-mo, mastarning o'rnida turib, qana qila oladi, mastarning rolini o'ynab maf'ul mutlaq bo'la oladi. 5-inchisi, masalan, Qur'oni Karimda kallamtu kalaman degan nima? Kallamtu kalaman desak, masalan, men uningga shundoq bir so'z deb desak, kalam kallamtuning mastari emas. Ammo mastarning ismi. Kalam deb so'z jumla deb ishlatamiz. Biz kalam degan ne? Bu mastardan chiqqan ism ishib ketgan bir so'z. Biz mastarni o'rniga kalamni ishlatsak, xuddi kallamtu takliman degandek ma'noni ifodalayaveradi. 5-inchisi turlanish jihatda mastarlar o'rtoqlikqa ega bo'lgan boshqa mastarlarmi mastarning o'rnida turib maf'ul mutlaq bo'lib keladi. Bunda degani biz akalishga tegishli fe'lning o'zining mastari emas, ammo turlanish jihatda, bob jihatda munosib bo'lgan boshqa mastarlar. Masalan, tabattala ilayhi tabtila desa, tabattal ilayhi tabtila desa, tabattal buyruq fe'l,
Bundan tefa'aludun tefa'ul, tebettül çıkış gerek. Ama bunu çıkamay, nimde çıkardık? Tebettil, fe'ale yufe'ilu babından. Başka babdan bir mesele geldik. Bu mu? Buluyordu. Enbete, nebete oluşmuş. Enbete, ef'ale babından bunun mesele çıkış olması inbaten geliş gerek. Ama biz nebeten çıkarıp, nebaten de ekesek mi buluyoruz. Yani meseleler türlü cihette alakası olan başka mesele alıp kalsın buluyordu. 6. meselenin onuturup mef'ul mutlaq bo'lalaydigan bilak ism ishorat. Masalan, aqulta hadal qawl, musha gapni dedingizmi desa, qawl qalaninki masdari. Bu mef'ul mutlaq bo'lishi kerak, ammo bu yerda haza degan ism ishoratni kirish orqali haza mef'ul mutlaq bo'ldi, qawl hazadan badal bo'ldi, mef'ul mutlaq emas. 7-si shu mef'ul mutlaq, ya'ni masdarga qaydadigan damir, ya'ni almash masdarining o'rnida turib mef'ul mutlaq bo'la oladi. Masalan, ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu g'ayri. Men shundoq bir tirishdimki, u tirishda mendan boshqa odam tirishib boqmadi desa, ijtihadtu ijtihadan degan ijtihadan mef'ul mutlaq oldingi jumlaning. Endi keyingi bir jumla bor. Lam yajtahid degan bir jumlaning mef'ul mutlaqi lam yajtahidhu deki hu damir mef'ul mutlaq bo'ladi. Bu damir oldidagi ijtihada degan mef'ul mutlaq qaytadi. Demak, jumlada ikki mef'ul mutlaq bor. Birisi ijtihadan, endi birisi hu. Hu mu mef'ul mutlaq bo'la oladi demakchi. 8-si mef'ul mutlaqning ma'nodash so'zlari. Masdarining ma'nodash so'zlari shu masdarining o'rnida turib ana qila oladi. Mef'ul mutlaq bo'la oladi. Masalan, ashtu hayatan sa'ida. Men xushal turmush kechirdim. O'shada hayot asha ya'ishu degan ma'noda keladi. Xuddi jalastu qu'udan degandek. Qadamam o'ltadi, jalasam o'ltadi. Ammo masdar bizga o'xshamaydi emasmi shakl jihatdan o'g'ankin mushadagi o'xshamaydigan başqa ma'nosi bir, lekin ma'nosi bir o'xshamaydigan başqa masdarlarmi buning o'rnida nima bo'lib kelalaydi? Mef'ul mutlaq bo'lib kelalaydi. Endi yana bir daqiq tegishlik mazmun mef'ul mutlaq munosabatlik. Mef'ul mutlaqningki omili bo'lgan fil ba'zi vaqtda jumladan yoki maqomdan bilinsa, tushunilsa, tushib ketsin bo'ladi. Masalan, quduman muborak deb qo'yamiz, xo'sh kelibsiz, muborak kelibsiz, qadamlaringizga muborak degan gap aslisi qadimta quduman xayra muborak, nima? Qadimta quduman mubarakan degan gap, yoki qadimta degan fil tushib ketdi, bu xato emas. Ondan keyin mef'ul masdarining gapi chiqib qoldi. Endi biz fil turlash darslarimizda masdarlar to'g'riliq sulasi mujarradda 6 bob bor. Bu 6 bobning masdari muqim o'lchimi yo'q. Qiyos, ya'ni samai arablarning anglish orqali bo'linadi. Qolganning muqim o'lchimi bor degandir. Endi shulardan boshqa biz yuqori tilga olgan masdarlardan boshqa masdar mimi deydigan bir masdar bor. Bu masdar mimi deganimiz masdarlarning beshida ortiq mim bo'lib keladigan masdarlar masdar mimi bo'ldi. Masalan, daraba yadribun madrabun, mata yamutun mamatun, arifa ya'rifun ma'rifa, maqdiratun ma'aidatun chiqqandek buning hammasi masdar, ammo nima? Masdar mimi. Endi bugungi darsimizda masdar mimiga munosabatlik bir so'z bor. Ya'ni nimda munqalabun. Bayatni biz masdarga misollanish jarayonida bir yerda oldiq deymi. Munqalab. Bu o'xshashlar masdar bo'laveradi, darsning jarayonida munqalabun uchrab qolsa, sizlarga eskartib o'tay. Yuqoridagi mazmunlar tushunishga bo'lgan bo'lsa, men sizlarga darsning tekstini o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. Quduman mubarakan ya ustaz. Mata qadimta min as-safar? Barakallahu fik. Qadimtu al-bariha. Ya Hamza, أغلق الباب إغلاقا وخفف سرعة المروحة. أتكفي هذه السرعة؟ لا، لقد خففتها كل التخفيف. أردت أن تخففها بعد التخفيف. زدها زيادة طفيفة. لقد قرأت الدرس الجديد قراءتين يوم الأربعاء. اهتممت في القراءة الأولى بالإعراب، وفي أثناء القراءة الثانية شرحت لكم المفردات الجديدة شرحا وجيزا. وقبل أن أشرح لكم الدرس شرحا مفصلا أريد أن أسمع منكم الآية الواردة في هذا الدرس، فهاتوها.
وكلم الله موسى تكليما ورتل القرآن ترتيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أحمد لبيك يا أستاذ، أتجلس في الفصل هذا الجلوس؟ اجلس جلسة طالب علم سمعا وطاعة. الآن أملي عليكم كلمات من الدرس إملاء فاكتبوا. مهلا يا أستاذ لما نستعد. kelgan qadimoz muborak bo'lsin ustoz. Menga quduman mubarakan ya ustoz degani qadimta quduman mubarakan ya ustoz degan. Bu yerda o'xshashlar qadima deydigan pil tushib ketgan, tashlangan. Quduman mubarakan maf'ul mutlaq. Ya'ni turini bayon qilish uchun kelgan. Ya'ni sizning kelishingiz barakatlik, Alloh barakat beradigan kelish bo'lsin degan ma'noda. Mata qadimta min as-safar. Safardan qachon keldingiz? Barakallohu fik. Allah sana barakat bersin. Qadimtul barihata tunugin kech kelgandim. Ya Hamza, aghliqil baba ighlaqa. Hamza, ishni bir itib o'tinga. Men ighlaq degani bu mutlaq, ya'ni ta'kidlash uchun bo'lg'achqa, uyg'ur tilida bir itib o'tinga deb desak, bu ta'kid bir qadar masroq ifodalanadi, Va khaffif sur'atal mirwaha. Shamol durg'ushninki sur'atini paslang. Paslab o'ting. Khaffif, yengillatib o'ting, paslab o'ting. Atakfi hadhihi sur'a. Bu sur'at bo'lamdi? La, laqad khaffaftaha kull at-takhfif. Ya, siz uni butunlay paslatib o'tdingiz. Men kull at-takhfif butunlay paslatib o'tdingiz degan ma'noda ifodalaydi. Endi yerdagi kul takhfifga mudaf bo'lib kelgan kul deganlar takhfif asli maf'ul mutlaq. Kul mudaf bo'lganning hisobi bilan kul ma'noda maf'ul mutlaqlik rolini o'ynaydi. Araddu an tukhaffifaha ba'da at-takhfif. Men uni azroq paslatishingizni iroda qilgandim yoki o'ylagandim. Ma'nodagi ba'da taxfifda taxfif asli mastarga muzab bo'lgan kul ba'da degan lafzlar maf'ul mutlaq emas, mastarning o'rnida mashg'ullanishgan yerda ba'da maf'ul mutlaq bo'ladi. Zidha ziyadatan tafifa. Azroq ko'paytirib o'ting. Bu yerda ziyadatan tafifada ziyada nima bo'ladi? Maf'ul mutlaq bo'ladi. Laqad qara'tu ad-dars al-jadid qira'atayn yawm al-arbi'a. Men yangi darsni payshanba kuni 2 qatim o'qib bergandim. Qira'atayn, qira'a. Fi'llar jumlasi. Qira'atayn 2 qatim o'qib bergandim maf'ul mutlaqa. Ihtamamtu fil qira'ati al-ula bil i'rab. Birinchi qatim o'qiganda i'rob va grammatikalik o'rniga ahamiyat bergandim. Va fi asna'i al-qira'ati ath-thaniya sharahtu lakum al-mufradat al-jadida sharhan wajizan. Ikkinchi qatim o'qish jarayonida sizlarga yangi so'zliklarni qisqagina tushuntirgandim. Sharahtuniki maf'ul mutlaq, ya'ni vajizaning kelishi bilan bu turni izohlash, qanday izohlash, qisqagina izohlash, turni bayon qilish uchun keldi. Va qabla an ashraha lakum ad-dars sharhan mufassala uridu an asma'a minkum al-ayat al-waridata fi hadha ad-dars fahatuha. Darsni tafsili izohlashdan ilgari sharhan mufassala o'xshashlar mutlaqa yuqoridagiga o'xshash. Uridu an asma'a minkum sizlardan mushu darsda kelgan oyatlarni anglay deyman. Uridu an asma' anglamoqchi, anglashni xohlayman. Fahatuha qani keltiringlar. Va kallamallohu Musa taklima. Ya'ni taklima kallama degan filning maf'ul mutlaq ya'ni masdar, bu yerda nima qilish uchun kelgan, ta'kidlash uchun kelgan. Waratil Qur'ana tartila. Ya'ni tartilni o'xshashlar, tartilning nimasi maf'ul mutlaq masdar. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. An mushayatiki va sallimu taslima deki taslima o'xshashlar maf'ul mutlaq. Sallimu degan filning maf'ul mutlaqi. فلينظر الإنسان إلى طعامه وأنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. Mush oyatdagi
sababna al-ma'a sabba degi sabba sababna maf'ul mutlaq. Yani masdari shaqaqnul arada shaqqa degi shaqqa shaqaqna masdar bo'lib maf'ul mutlaq hisoblanadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ey mu'minlar, sizlar Allohdan qo'rqinglar. To'g'ri so'zlarni mashhurunda va qulu qawlan sadida. Ya'ni qawlan quluninki maf'ul mutlaqi. Undan oyatning oxirisidagi faqat faza fawzan azima. Fawza o'xshashlan fawzan faza degan fe'lninki masdar bo'lib maf'ul mutlaqlik rolini o'ynaydi. Az-zaniyatu vaz-zaniy fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Ma'runda fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldatindagi jalda asli maf'ul masdar bo'lib maf'ul mutlaq bo'lishi kerak. Ammo bu yerda 100 jaldigini bo'lib qolg'achqa muzab bo'lib kelgan son bo'lg'achqa sonla masdarining o'rnida turib maf'ul mutlaq bo'la oladi. Unda maf'ul mutlaqni 100 deymiz, 100 maf'ul mutlaqi. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Ma'rundagi tabarrujal jahiliyatul ula tabarruj tabarrajna degan fe'lninki masdar bo'lib maf'ul mutlaq bo'ladi. Ya Ahmad, labbayk ya ustoz Ahmad. Xo'sh ustoz, atayjusu fil fasl hadal julus. Sinfda mashtaqa o'tiramsa? Ma'rundagi hada degan ismi ishorat masdarining o'rnida turib, tajlisu degan fe'lning maf'ul mutlaqi bo'ladi. Ijlis jilsata tolibi ilm. O'quvchining, ya'ni talib ilm degani ilm o'rganadigan o'quvchining o'ltog'indagi o'lta. O'rinda jilsa nav'iyatni, ya'ni hay'atni bayon qilish uchun kelgan fi'la o'lchimidagi masdar, ya'ni maf'ul mutlaq bo'ladi. Sam'an va ta'atan. Gapingizni anglayman va bo'ysunaman. O'rindagi sam'an va ta'atan pilning noib bo'lib kelgan maf'ul mutlaq. Pilni ifodalaydigan aslisi asma'u va uti'u deganni ifodalaydi. Alan umli alaykum kalimat min ad-darsi imla'a faktubu. Hozir sizlarga darsdagi so'zlarni o'qib beraman. Umli imla'an degani sizlar imlo qilib o'qib beraman deganman. Imla'an umlininki masdar bo'lib maf'ul mutlaq. Faktubu yozing. Mahlan ya ustoz. To'xtab turing ustoz. Balki mahlan o'xshashlar maf'ul mutlaq. Ammo bu yerdagi maqsad maf'ul mutlaqni shundan pilni ifodalash. Ya'ni amhilna ya ustoz degan ma'noda. Bizga sal vaqt bilan to'xtang degan ma'noda. Lamma nasta'id. Taxe tayyorlik bo'lanmidik. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.